Mana shu hafta oxirgi muddat. Siz ham menga o'xshab tez tayyorlab yopib qo'ying. Bo'lmasa tugab qoladi-ya. Qator jigar xastaliklari, hatto sirrozga davo. O't qopi toshlarida ham, bo'g'im kasalliklarini ham dodini beradi. O'z nuriga ham foyda. Qo'yingki, barcha kasalliklarda davo bo'lmish insonga tabiiy quvvat beruvchi qoqigul murabbosini tayyorlaymiz. Avvalo terib olingan gullarni yaxshilab yuvib, boshchalarini ajratib, tanasini ham to'g'rab olamiz. 1 kilogramm miqdor momoqaymoq gullarini yarim litr qaynab turgan suvga solamiz. Unga 1,5 kilogramm shakar ishlatamiz. Shakari erib, murabbo qaynab chiqquncha aralashtirib turamiz. So'ng tagini o'chirib, gullarini suzib olamiz. Sirop muzdek holga kelguncha sovitib, uni yana bir marta qaynatib, sovitib qo'yamiz. 3-gal qaynab chiqqach, ustidan gullarni solib, yana bor yo'g'i 2 daqiqa qaynatib, sterillangan bankaga yopib qo'yamiz. Endi sizda ajoyib qoqigul murabbosi retsepti bor. Ayniqsa qish kunlari nafaqat bemorlar, balki barcha oila a'zolari uchun asaldek shifobaxsh sanaladi. Aytgancha bu murabbo antioksidantlik xususiyatiga ham ega. Shu bois uni shamollashni oldini olish maqsadida bolalarga ham berish mumkin. Kontentni o'zingizga saqlab, yaqinlarga maksimal tarqatib, sahifamizga obuna bo'ling. Bizdan shifobaxsh o'simliklar haqida deyarli barcha ma'lumotlarni topasiz. Tanovul qilganlarimiz tanamizga shifo, ibodatlarimizga quvvat bo'lsin azizlar.